Sifatli signalizasiya bolla. Bu signalizasiya men o'zim to'g'risi tan berdim. Pandora signalizasiya buni chiqqandan yildir bo'lgan bo'lsa, endi bizlarga kirib keldi. Xullas buni uстановка qildik. Telefon orqali boshqarsa bo'ladi, sim kartasi bo'ladi, GPS. Aslında bizda kerak desa GPS. Telefonda xohlagan yerda o'tirib boshqarib bilasizlar. Xalasangiz Rossiyada, xalasangiz Amerikada, xalasangiz Dubayda bo'lsangiz ham полностью mashinaning sostenasini kuzatib turadi. Nechik ishlash prinsipi haqida sizlar bilan birgalikda ko'rib o'tamiz. Valla pagerlarni o'zina bir keyif etdim. To'g'risi aytsam buni ko'rsam, kichkina deyin, kichkina bo'ladi. Bu pult orqali полностью distansionni boshqarsangiz bo'ladi. Bu yerda knopkasi bor, u ko'zga ko'rinmaydi, lekin qaranglar. Ko'rdingizmi? Ishlashi. Başını dahşat şişkalan top çıkan. İkinci pageri как обычный o'zimizda pagerlar o'xshab keladi, lekin bu ham qo'lda удобный turadi ekan. Ko'rdingizmi? Ilish ochish и bagaj ochish. Avtozapusк ham bu pultimiz ham mavjud. Pandora signalizasiyani полностью приглашенияsi telefoningizda bo'ladi. Qaranglar, giramiz. Обычный kod bo'ladi. Kodni hech kimga ko'rsatmaysa, o'zingiz ochadigan kod bo'ladi. Priglajeniya ishlashi haqida sizlarga qisqacha tushuntirib o'tamiz. Qaranglar, şimdi обычный priglajeniya bir ko'rganda o'zi tushunib olasizlar. Bu yerda parkovka rejimlarini ko'rsatib turadi. Mashin udarni rejimlari bor. Birov degan vaqtda обязательно telefonga сообщение kelib, vibratsiya beradi. Eng asosiy keraklisi, qaranglar. Lokatsiyalardan polni ko'rib o'tirasizlar. GPS ulangan bo'ladi. Endi bu yerda salonning ichini gradus 23 gradus, motorning gradusi 50-59 gradus. Ko'rdingizmi? Tak, endi tepameslar bor. Tepemes deganda ko'pchilik biladi. Balonni davlanasini ham ko'rib o'tirasizlar. Balon davlanasini полностью ko'rinadi. Bu Pandora signalizasiyamiz через CAN sistema orqali ishlaydi. Bu sistemasi faqatgina kompyuterning o'zida qiladi. Lishni yerlari provod tortilmaydi mejigarlar o'xshatib. Yani qaranglar, akkumulyatorlarning toklarini ko'rib turadi. Toploy benzinni, benzini barligini, foizini ko'rsatib berib qo'yadi. İçinde sim kartanın полностью balansını telefondan görüp oturasızlar. Tak, sizler azı yana bir narsani gösterib o'tamiz. Bu yerda avtozavod eshiklarni gösterib o'tamiz. Mashina ilish, ochish. Ko'rdingizmi? Ishlashi çok iyi. Bu funksiyani xohlagan mamlakatda boshqarsangiz bo'ladi. Rossiyada, Qozog'iston, любой mamlakatda ishlaydi, потому что через sim karta и GPS orqali ishlanadi o narsalar. Avtozavod eshiklarni bir ko'rib o'tamiz sizlar bilan. Bu через Sputnik orqali ishlangan keyin komanda yiberadi, komanda mashina yiberadi. Mashinamizni yoqadi. Boshda oldi zamokini ochadi, keyin startini uradi. Ko'rdingizmi? Mashina yangan holati bo'yicha sizlarga полностью ko'rsatib berib o'tiradi. Hozir ko'rib o'tirasizlar. Bu yerda farik aylandi, yanganini ko'rsatdi. Hozir endi sostenasini minutuna deyib ko'rsatib beradi. Görüp o'tganlaringiz pastayna 15 minut yonib turadi. Mashinning oboroti 895 oborotda, bir oborot ham kelmaydi. Motorning gradusini ko'rsatib turibdi. 69 gradus mi 98 gradusdan olib borib so'ng mashinani o'chiradi. O'zi avtomatik ravishda. Ko'rganlaringizdek, keyin bu funksiyamizni xalasangiz ikki telefoni bo'lsa, klientimizni ikki telefona ulab beramiz. Göründü. Mesela sizlar şu signalizatsiyani olgandan keyin обязательно xohlagan telefonlaringizni ulab beramiz. O'zini pin kodi bo'ladi. Pin kodni hech kim bilmaysa, o'zingiz bilan olib yuradigan narsa bo'ladi. Ko'rganlaringizdek ikki telefondan bir xil variantda ishlatib berganmiz. Telefonlarda полностью bu telefondan ko'rsatib turibdi GPS'larni, bu telefondan GPS'larni полный ko'rsatib turibdi. Mashinning sostenasini ham полный ko'rib o'tirishingiz mumkin. Motor gaz xohlaganingiz. Klimat kontrollaridan полностью boshqarib bilasizlar bu telefonda. Bu Pandora signalizasiyamizni inomarkadan tortib elektromobillarga полностью установка etib beramiz. Bu signalizasiyamizda mejgar o'xshab bu yandan provod taqilmaydi. 4 tane provod orqali CAN sistema orqali ishlaydi. Buni kompyuterga taqiladi. Через kompyuter sizlarning полный охрана sistemasini ishlab beradi. Uzoqda yurgan yurtdoshlarimiz uchun zo'r narsa. Akkumulyatorlarni sal o'lajak bo'lsa, bunda programmada gizilgan akkumulyator o'lajak bo'lsa, avtomatik ravishda o'zi mashinani yoqib, zaryadchalab qo'yadi. Xullas, uzoqdan turib, полностью mashinning sostenasi, nerda yurganlari, hammasini GPS bilan ko'rib o'tirasizlar. Kimga shunday signalizatsiya kerak bo'lsa, pastdagi nomerlar orqali bog'lanib kelsa, o'zini sifatli va garantiyalarni uстановка qilib beramiz.